Uzun tumani 1942-yil 12-yanvarda tashkil etilgan bo'lib, 1959-yil 15-oktyabrda Sariosiyo tumaniga qo'shib yuborilgan. 1991-yil 29-martda qayta tuzildi. Uzun tumani shimoliy g'arbdan Sariosiyo tumani, sharq, janubiy shimoldan Tojikiston, janubiy g'arbdan Qumqo'rg'on, g'arbdan Denov, Sho'rchi tumanlari bilan chegaradosh. Tumanda 44 ta Bobotog', Jonchekka, Oqostona, Telpakchinor, Uzun, Fayzoba mahalla fuqarolar yig'inlari bor. Ularda jami 29755 ta xonadonlar bo'lib, 39315 ta oilalar umrguzaronlik qilib kelmoqda. Markazi Uzun shahri. Aholisi asosan o'zbeklar, tojiklar, shuningdek rus, tatar, qozoq, turkman va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Hozirda tumanda 63 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari, 3 ta ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari, jamoat va bolalar kutubxonalari, klublar, madaniyat uyi, madaniyat va istirohat bog'i, muzey ishlab turibdi. Uzun tumanida aholiga xizmat ko'rsatish muassasalari, korxonalar, ambulatoriya, xususiy dorixona va boshqa tibbiyot maskanlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda.